Tojikistondan kelib Najot ta'limda full stack o'qigan o'quvchimizni gamifikatsiya orqali kreslo yutib oldilar. Ham bugun bularni bitiruv marosimlari bo'ldi. O'zingiz tanishtiring. Ismim Behruz, Tojikistonning Xo'jand shahridanman. Bu yerga kelib turib, front-end kursini o'qidim. Mutaxassislikni kuchaytirish uchun back-end kursini ham o'qidim va bugun front-end kursining bitiruv marosimi bo'ldi. Kelib o'qish maslahat beraman. Nima sabab bo'ldiki, Tojikistondan Najot ta'limga kelib o'qidingiz? Tanishlarim O'zbekistonning eng katta IT markazi taklif qilishgan va o'zim qiziqqanim uchun kelib o'qiyman. Qolgan o'quvchilar nima ish qilsinki, sizga o'xshab shunaqa kreslo yutib olsin, gamifikatsiya orqali? Darslarda aktiv qatnashish kerak, darsga vaqtliroq kelish kerak va imtihonlarni yaxshi baholarga topshirish kerak. Kursi bo'ladimi siz anaqa olgan kresloyingizni? Xo'p, bemalol. Kurs bering. Shunaqa bu yasalar ekan. Ertaga olib ketyapsiz. Uyga Tojikistonga. Bilim bergan ustozlarimga va Najot ta'lim o'quv markaziga ko'p taraman. Yaxshi kunlar bo'lsin aka. Tabriklayman. Najot ta'lim